Melodiya hamma yoqtiradigan lokatsiya Mezon Marketning orqasida mana shunday 5 etajlik domdan 4 ta 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqmoqda. Hozir bitta uy misolida sizga proyektini tushuntirib beraman. 3 xonali uyni obzorini bitta uy misolida ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish eshigi kirgandan to'g'rida uyning sanuzel xonasi joylashgan. Birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona va bu yerda joylashgan oshxonasi 88 metr kvadratdan iborat. Plus minusni hisobga olganda penablok, gazoblok emas, haqiqiy g'ishtdan qurilgan dom. İkinci etajlari, pastki qavatlari metr kvadrati 6,5 million so'mdan boshlanadi. Yuqori qavatlari esa arzonlashib boraveradi. Kadastr hujjatlarida muammo yo'q. Bemalol notariusga borib, 30 ga rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu uyning oshxonasi proyektiga to'g'risini aytsam, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kimga proyekt ma'qul bo'lsa, kvartira ma'qul bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun qo'ng'iroq qilib kelaverasiz.